Salom qadrli tinglovchi. Hikoyani boshlashdan oldin sizdan bitta narsani iltimos qilib qolardim. Kanalimga a'zo bo'lib, har bitta hikoyani pastiga, kommentariyasiga o'z izohingizni yozib qoldirishingizni so'rardim. Bundan-da dahshatli, bundan-da qo'rqinchli, bundan-da sirli hikoyalar hali oldinda. Agar kanalimga a'zo bo'lib, hikoyani eshitishga tayyor bo'lsangiz, men hikoyani boshladim. Yarim vayrona saroydagi zulmat ichida u paxmoq boshini ko'tardi. Uning sap-sariq ko'zlari yonardi. Men ochman. Arilladi u. Bo'ri Henry Ellender. Stephen King. Bo'ri odam yili. Yanvar. Ehtimol qayerlardadir osmonda to'lin oy charaqlab turgandir. Lekin bu yerda kichkinagina Taker Mills shaharchasida injiq yanvar havosi butun osmonni qalin qor pardasi bilan to'sib tashlagandi. Azg'irin shamol quturganicha bo'm-bo'sh ko'cha bo'ylab kezar, shaharning sariq rangli qor suradigan mashinalari allaqachon qalin qor ostida qolgandi. GCWM temir yo'l kompaniyasi xodimi, egniga jun pidjak kiygan, ozg'in, uzun bo'yli Arni Westram labiga Camel sigaretini qistirib olganicha asbob-uskunalar saqlanadigan omborda tunni o'tkazayotgandi. Uning mashinasi yo'lda buzilib qolgan va u tong otishini kutib, o'zi bilan o'zi qarta o'ynab o'tirardi. Tashqarida shamolning uvillashi kuchaydi. Westram boshini ko'tardi va quloq soldi. Keyin yana qarta o'yiniga berildi. Bu bor yo'g'i bir shamol. Lekin shamol eshikni tirnamaydi va ichkariga kiritishlarini so'ramaydi. Arni qartasini yig'ishtirib o'rnidan turdi. Uning ajin bosgan yuzida devorda osig'liq turgan kerosin lampaning shu'lasi jilvalanardi. Eshik yana tirnaldi. Birortasining iti, o'yladi u. Sovuqda qolib ketgan, endi isinmoqchi. Ammo uni nimadir to'xtatib turardi. Itni tashqarida sovuqda qoldirish berahmlik, albatta, o'yladi u. Biroq eshikni aslo ochmaslikka qaror qildi. Qo'rquvning sovuq panjalari uning yuragini g'ijimlab turardi. Taker Millsdan noxush davr hukm surayotgandi. Ob-havo qandaydir noxushlikdan darak berar. Westramning tomirida oqayotgan Wells qoni esa uni bunday narsalarga jiddiy yondashishga majbur qilardi. U chaqirilmagan mehmonni nima qilish kerakligini o'ylashga ulgurmadi. Kutilmaganda shamolning ovozini yovuz o'kirish bosib ketdi. Eshik og'ir tananing zarb bilan urilishidan titrab ketdi. So'ng yana zarba berildi. Yupqa eshik zarbalardan sinib ketgudek bo'lar, uning yorig'idan qor parchalari otilib kirardi. Arni Westram talvasaga tushganicha eshikka tirash uchun biror buyum topish ilinjida alanglay boshladi. Ammo u siniq stul oldiga yetib borgunicha noma'lum mavjudot shunday kuchli zarba berdiki, eshik o'rtasidan yorilib ketdi. Bir necha lahzalarga u uzun yoriq orasida qisilib turdi. Uning tumshug'i qahr bilan jiyirilgan, sapsariq ko'zlari yonib turardi. Bunday ulkan bo'rini Arni umrida ko'rmagandi. Va uning irillashida uzuq-yuluq inson so'zlari quloqqa chalinardi. Nihoyat eshik ikkiga bo'linib ketdi. Maxluq xonaga kirgandi. Arni burchakka otildi va qo'liga belkurakni oldi. Maxluq polga qapishganicha olovdek sariq ko'zlarini burchakdagi kishiga tikkandi. Uning katta ochilgan og'zidan tili osilib turar, qoziqdek kurak tishlari yaltirardi. U irillaganicha oldinga sakradi. Arni Westram belkurakni siltadi, faqat bir marta. Inson qichqirig'i eshitildi va shu zahoti o'chdi. Xuddi to'lin oy qalin bulutlar orasiga yashiringanidek, Taker Millsga insonlar qalbini dahshatga soluvchi xavotir yashirincha kirib keldi. Hech qanday sabab va ogohlantirishlarsiz Mayn shtatidagi mo'jazgina shaharchada qish tunlarining birida bo'ri odam paydo bo'ldi. Mahalliy gazetada ilgari tabiat ishqibozlari klubining sayohatlari haqida maqolalar chop etilgan bo'lsa,
Endi qayg'uli mavzuda xabarlar berila boshlandi. Bo'ri odam davri shu tarzda boshlandi. Do'stlar, agar hikoyaning davomi sizga qiziq bo'lsa, albatta kanalimga a'zo bo'lib, pastda kommentariya bo'libida o'z izohingizni yozib qoldiring. Hammangizga rahmat. Ikkinchi qism tez orada chiqadi.